Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun bizningki Nijat Yulduzi suhbatxonamizga Tosh Mehmet Batur ukamni taklif qildik. Tosh Mehmet qizg'in qarshi olamiz sizni. Rahmat. Yaxshimisizlar do'stlar? Mana bugun Nijat Yulduzi ishxonasida Nijat akam bilan suhbatlashish fursati bilan sizlar bilan yuz ko'rishga intayin qo'shaman. Boyaman Tosh Mehmetni udullam Tosh Mehmet Batur deb shunda ismini atadim. Chunki Tosh Mehmet Batur degan ismni anglasa hamda meningcha bilmaydigan odam yo'q. Bizniki ko'rganlarimizning ichida shularmi? Lekin shunday bo'lsa-mu, bizningki hamda hammamiz yaxshi ko'radigan bizning munavvar ijodiyatchimiz, naqshchimiz. Siz qancha yosh vaqtingizda boshlab naqsh etgan? Men hozir hamda o'zim aslab o'sam rasmiy plastik chiqargan vaqtim 16 yosh vaqtim ekan. 16 yosh. 16 yosh vaqtim bo'lsa, 30 necha yil o'qib chiqqanman. Bu chaqdikisi nima? Lo'yinday. Lo'yinday deymiz. Bu lo'yinday bo'lgandimi, u chaqdikimda men shunday deb qo'yatdim. Bu ishkiga aralatdi. Xiday, qarday, yonshonday. Endi qardaydan biroz chiqqan, uni bilmaymiz. O'sha yonshonday vaqtda ham esimda shu 16 metr vaqtimni boshladik. Ya unda olsa o'zingiz chiqargan bo'lsangiz, uni qarday demasak bo'ladi. Qarday deganimiz sizning yonshondayni olib, mana kelib ko'chirib qolsa buni qarday deymiz. Lekin oldindan yonshonday rasmiy yonshondagi lent chiqishdan burun ko'chirib turib taqdigan. Bu yonshonday nima? Qarshi chog'da ham siz bilasiz. Qarday deganimiz masalan, siz biz o'tirib hamsa bugun Tosh Mehmet Batur palanchi kuni ma'lumotga lentishlar sunmoqchi Davidga qilyapti. U qardaymizda. Ma yonshonday rasmiy qoplab nashr qilingan bilan o'zim nashriyatdan nashr qilingan. Buni shu chog'da boshqalar ko'chirib yonshonday setib ish endi sal ozdi hamda. Ammo ko'chirib anglaydigan anglovchilar ko'p chiqdi. Shu chog'da boshlangan endi bu ishlar. Buningda qismlaringiz bir yomon qiziqarli bir ish esimga qoldi. Men 88-89 yildan boshlab biz opera emektim. Ben bir meydan oyun teşkilat, törenli oyun kurulmanlık değil mi? Onun da bizim asas bizim 86. yıl bitiren Merkez Tiyatro şöyle aktörlük fakültesinden bağlı asas. Lakin biz Turgan Ömer'ne, anladık Nur Mehmet Tursun nefsimiz tek ekirimiz var netice. Ekirgenlikin karşı adı var buraya da bir hazır tallab hazır deyimiz o uçakta memde bir dükkan hem de tamaka yo'lda dükkanda Turgan'ın nakşı çıkardı demde Lo'yinjidan çıkandan keyin şunun bilan Turgan birlik kirdik Turgan o'zi bor. Shuni men fikrim kimning naqshi bo'lsa, bu degan Turgan Ömer naqshining bizning naqshimiz Turgan Ömerning naqshisini deydi de. Qana aldımsan bu setib aldım ben bunu. Men bak yaxshi ko'rmay bu naqshini deydi. Chunki o'chaqda ekranimda bo'lmadi deb tonimaydi ham Turgan. Turgan kulib ketib shuni bilan ma deyingiz, men bir ko'chirib bersangiz bo'ladi. Yo'q, sizga bersam bo'lmaydi. O'ziga. Bizda subarqa qaridayman deyning gibi degandingiz. Bizda isim gap qoldi. Endi o'chaqda shu ovozini tonuydi, o'zini bilmaydi. San'atkorlar bilan ma ko'ringanlarniki ham o'tirga aniq bekshiraq vaqtda faqat lintidilar. O'zimizni tanishtirib, men eyli qanaqsini aytgan, men bo'laman desak, ba'zi ishini, ba'zi ishlanmaydi. Ashtaq vaqtlarda hozir. Endi keyingi vaqtlarda bu ekranninki 80-yilning oxiri 90-yildan boshlab 2000-yilgacha bu ekranninki roli kuchli ko'p ketmasmi? Ham Tosh Mehmet ukam bayamda sizningki shu G'uljida tug'ilib cho'ng'ilib shu ma'rifat ma'risi dedingiz bor. Ma'rifat ma'risi deyilib qilishdimi chuqur uning benim sababi bor hamda. Bo'libmi siz Davudchinikimdek ashuna bizningki men mush gapni ishlatib qo'yay, betakror degan meni shay ishlasak boshida betakror bizningki naqsh ustozimizningki shu mavzudan men bu Davudchinikam. Davudchinikimni tashkilotimiz tayimiz disiplin bir tarafdan hamdasi. Hamda bu yerda bir taklif qo'ydilar va Davudchinikamning gapini deyishdi-ku. Davudchinikamnikini ana shu balliq vaqtimizda bizga shu ta'sir ko'rsatib biz anglagandik. Undan keyin hamda bo'lib bizga bekarak ta'sir ko'rsatgani Ömerjon Alim akamiz. Chunki Duttar naqshininki bizga kelganda shunchalik shakllanishib yuqori bir pallani yaratganda hamda cho'qim san'at kasbida ajriba ustozlarni qayerda bo'lsak cho'qim eg'zimizga ilishimiz kerak. Men shunday deb qarayman.
Ömer Jekanmı bana nispeten bevosita ta'sirini ko'p ko'rsatgan. Ha. Yani şu devir özüde Ömer Jekanның naytı bir çukur kaynak taşkın bir devri bo'lgan. Bu devrinin türküsü to'xta tutadi naqshisam boştaq bo'ladi ekan bu degan arzuyimiz texmi anadikin Ömer Jekanның bizga kelgan plastinkalari naqshlar orqali anadikin texmi oldimizga qarab ma'naviy ustozimiz bo'lgan. To'g'ri. Hamda ustozlarimiz ko'p. Ularning hammasiga berib biz birdan ta'lim olib o'rganish fursati bo'lmagan. Ammo shu ma'naviy ustoz bo'lganlarniki Ta'sir bo'lgan. ta'sir bo'lgan ekan. Masalan, Davudjon kam desak, endi nurg'un odamlar ta'sir qiladi. Masalan, shu vaqtlarda endi shu bir turkum zo'r bir turkum xalq naqshlarini shu Davudjon kamniki aytish orqali mayoqqa kelib saqlanib qolgan taraflar bor. Anadan keyin o'sha odamdan ilhom olib, xuddi sizdek nurg'un bizning naqshlarimiz shu odamning uslubini o'rganib, o'sha odamningki shu ro'yidan bir ilhom olib, nurg'un yaxshi naqshlar. Abay deyishgandek o chaqda bir turkni laba bo'ladigan. Bu labada mush Davudjon kamning, Abdurahmon kamningki mush bir turkum ustozlardan chiqqan bo'lsa, turkning o'tirib anglaydi. Hamda abay degandek uyda o'tirib anglab ko'rib qilgan sharoit yo'q. Ashtaq ko'rdi. Ani keyin Ömer Jekanlar biz keldi. Anan degan bizmi keyin men o 2016 yil kelganda mush fursatda olay. Ham cho'qim mush kasb shug'ullangandan keyin cho'qim azroq o'zimizni puklash uchun buni rasmiy sistemada qo'ygan sharoitni o'zimizniki yaratishimiz kerakligi. Bu men o'sha o'zligimdan tayinib tirishmadim. Buni cho'qim bir yo'chiq bo'ladi ekan-chi, chunki men sistemada o'qish muhitiga kirmagan ekan shu vaqtda. Shuni to'xta bunday qilsam bo'lmaydi ekan, cho'qim o'rganishim kerak ekan deb 2016 yilda o'zimizni qilib Shanxayga shu berib naqsh kasbida. Naqsh kasbiga o'zim qayta bir tarbiyalanib, uningdagi uyaga borgandan keyin nurg'un ishlarni balkim hamma ishlarni o'rganib ketamagan bo'lsam-mu, mushu san'at jihatda bu naqshiga o'zim aytayotgan naqsham jihatga nurg'un bilimlarni shu yerda men yig'ildim desam bo'ldi. Hammasini o'rganib ketamagan bo'lsam-mu, vaqt sharoit cheklanishi bilan. Ammo menga bergan shu maktabdagi menga bergan o'zimning keyingi kelgusimga, keyingi taraqqiyotim uchun bergan o'ziga nihoyat zo'r bo'ldi maktabimiz. Shuningga mushtaq fursatda hozir yoshlarimizning fursat bo'lsa, imkon bo'lsa, mush kasbiy maktablarda ta'limni anandagi kasb davomlashtirganning farqining intayin zo'rligini men shu bag'an his qildim. Nat yaxshi gap bo'ldi. Masalan, oldi bilan bir tabiiy talant san'atda, naqshda taqim shu. Masalan, ovoz bu endi tug'ma bo'lmaydi. Albatta, keyingi vaqtlarda u yerda o'rganish orqali taqim mukammallashtiriladi, ammo tabiiy bo'lmaydi. Ovoz, muzikaga bo'lgan sezim, anandagi qiziqish, andan ashna bir ustozlarnikini anglash, ta'sir qilgandan keyin andan to'xtab turmay ma'ni faqat masalan Davudjon kamdek ustozlarni anglatasiz. Keyin anki Ömerjon olimniki azto'l ta'sir qildi sizga. Ta'sir qilib, mush orqali siz agishib, ashnalar bir naqsh emas, siz anandagi oxirida masalan hatto shu Shanxayda o'qish orqali Toshmamat Boturning uslubini albatta yiltizingizda bular bor. Asosingizda bular bor. Lekin xos o'zingizning bir uslub bilan anandagi putrab hozirgacha bizlar yaxshi o'qib. Endi bu yerda alaytlar qo'ydigan yana bir ustoz akamiz bor. Vali Davudkam. Vali Davudkam biz bir ma'lum. Bu odam Vali kamniki ham naqshlarni abay degandek yaxshi ko'rmaydiganlarmi oz bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'sha Vali kamlarning bizga ko'rsatgan ta'siri hamda bizni naq maydon yetaklagan taraflari ko'p. Shuning uchun ustozlarimiz deganki mana o'sha Nijat Yulduzdagi o'sha yaxshi bir suhbat fursatida rahmatli aytib olay. Salomat bo'lsin shu ustozlarimiz baka. Anglaydi.